Hammaga salom. Bugun men sizlarga qo'lingizdagi Android telefon orqali YouTube ga Monster Truck yo'nalishida videolar joylab, yuzingizni ko'rsatmasdan, gapirmasdan turib pul ishlashni o'rgataman. Va video davomida ushbu o'yinni to'liq nomi va qanday qilib yuklab olishni ham o'rgatib o'taman. Videoni oxirigacha ko'ring. Qani boshladik. Agar siz hali YouTube'da o'z kanalingizni ochmagan bo'lsangiz, hozir bu uchun eng to'g'ri vaqt. Chunki hozirda YouTube'da yangi kanallar tezda ko'tarilyapti. Lekin kanalingiz noto'g'ri ochilgan bo'lsa, u YouTube'da hech qachon rivojlanmaydi. Agarda shunday muammolarga duch kelishni xohlamasangiz, biz sizga noldan professional kanal ochib beramiz. Kanalingiz uchun unikal nom topamiz. Sifatli banner avatarka tayyorlaymiz va kanalingizni rekomendatsiyaga chiqadigan qilib professional so'zlab beramiz. Va hattoki bulardan tashqari, hozirda ko'pchilik duch kelayotgan raqam bilan tasdiqlash muammosini ham hal qilib beramiz. Hoziroq YouTube kanalga buyurtma berish uchun ekrandagi admin profiliga yangi kanal so'zini yozing va biz sizga batafsil ma'lumot yuboramiz. Demak, e'tiboringizni ushbu kanalga qarating. Ushbu kanal nomi Maxis Gaming deb nomlanadi va do'stlar, xuddi shu Monster Truck yo'nalishida ushbu kanal videolar joylab keladi. Ko'rishinglar mumkin do'stlar, videolarni prosmotri juda ham yaxshi. Chunki bizga birinchi o'rinda baribir prosmotri qiziq. Ya'ni masalan, 2 oy oldingi videosi 341 ming, 142 ming, 50 ming, 24 ming, 82 ming, 117 ming, xullas prosmotrlar zo'r do'stlar va ushbu yo'nalish bir necha yillardan beri aktual. Ya'ni do'stlar, hozir ko'pchilik sun'iy intellekt yoki shunga o'xshagan vaqtinchalik yo'nalishlarni tanlayapti. Bu boshidan aytaman, vaqtinchalik yo'nalish emas. Bu do'stlar 2-3 yildan beri bor va bundan keyin ham kamida 2-3 yil prosmotr tushmaydigan, trenddan qolmaydigan yo'nalish. Xo'p do'stlar, ushbu kanal ko'rishinglar mumkin. Davaychi biror videosiga birdaniga kirib ko'ramiz. Masalan, bir kun oldin joylagan videosi. Videoda do'stlar hech qanaqa gapirish yo'q. Shunchaki mana shu o'yinni o'ynab videoga olib, даже montaj ham qilmasa kerak, shunchaki videoni YouTube ga joylaydi. Mana o'yinga kiryapti. Mana prosta haydayapti do'stlar va ushbu kanal xuddi shunday gameplay videolarni joylash orqali oyiga $2000 atrofida pul topyapti. Xo'p, qayerdan hisoblading $2000 deyishinglar mumkin do'stlar. Vidaiqni plugini orqali ham buni ko'rishimiz mumkin. Mana 2000 va men o'zim ham prosmotrlardan kelib chiqib daromadini taxmin qildim. Kelinglar, ikkinchi kanalni ham ko'rib o'tamiz do'stlar va videoni oxirigacha ko'rsanglar, men sizlarga mana shu o'yinni qanday yuklab olishni, o'yinni original nomini ham sizlarga aytib ko'rsatib beraman do'stlar. Bemalol o'zingizlar yuklab olib, mana shunday videolarni YouTube ga joylab daromad qilsanglar bo'ladi. Xo'p do'stlar, ikkinchi kanalni ko'rishinglar mumkin. Game Peak degan kanal. Stariy videolarga qo'yadigan bo'lsak, mana 3 oy atigi bo'lgan. 3 oydan beri ushbu kanal video joylab kelyapti do'stlar. Va mana birinchi joylagan videolar 2000, 1000 ta, 7000 ta prosmotr olgan. Undan keyingilari mana zo'r bo'lib ketgan do'stlar. 17 ming, 49 ming, 200 minglab prosmotr bo'lib ketgan. Mana 700 ming prosmotr ham bor. Va eng populyarni videolarini ko'rsak, mana eng mashhuri 700 ming ekan, keyingilari esa 600 ming, 500 ming, 300 ming, 400 ming. Bu 3 oylik statistika do'stlar. 3 oyda mana shunaqangi natija. Va ushbu kanal do'stlar oyiga $2000-3000 atrofida daromad qilyapti bu ham. Atigi kanalda 11 ming ta obunachi bor do'stlar. 3 oyda $2000-3000 daromadiga chiqish menimcha bu zo'r. Va do'stlar, yana bitta narsani ko'rishinglar mumkin. Hozir ushbu kanal promoy efirda, ya'ni mana 70 kishi ko'rib o'tiribdi, stream qilib o'tiribdi do'stlar. Stream qilish uchun sizlar o'zingizlar har kun vaqt ajratib, masalan 2 soatlik stream bo'lsa, masalan mana bu 3 soat bo'libdi o'sha stream boshlaganiga, 3 soat ushbu o'yinni o'ynab o'tirishinglar shart emas. Prosta o'zingizlarda bor mana kanalga yuklagan videolarni prosta birlashtirasizlar do'stlar. OBS programmasida yoki har xil saytlar bor. O'sha saytlarga pul to'lab, ozgina to'lov bo'ladi. O'sha to'lovni to'lab videolarni joylab qo'yasizlar. O'sha saytni o'zi do'stlar mana shu videolarni как streamga o'xshatib, streamga qo'yib beradi. Tamom do'stlar, bundan ham zo'r pul ishlasa bo'ladi. Ko'rishinglar mumkin do'stlar, prosta o'sha o'yinni o'ynayapti. Hech qanaqa montaj yo'q. Lekin men sizlarga maslahat bergan bo'lardim, har xil sound effektlarni ishlatishni, har xil memlarni ishlatishni, chunki bu monetizatsiya o'chib qolish xavfini kamaytiradi.
Va mana shuning uchun ham do'stlar ozgina vaqtingizni ajratib, videoni zapis qilib olgandan keyin, masalan 8 minut, 9 minutli video bo'lsa, zapis qilgandan keyin ozgina montaj qilinglar. Montaj qilgandan keyin YouTube ga bemalol joylasanglar bo'ladi. O'shanda monetizatsiya o'chish ehtimoli kamayadi. Va do'stlar, videolarning davomiyligi 8-9 minut atrofida hamda do'stlar haftasiga bu 7 ta 8 ta video joylar ekan. Ya'ni har kuni mana bittadan ko'rishingiz mumkin. 42 minut oldin joylagan, bir kun oldin 2 kun, 3 kun, 4 kun, 5 kun, 6 kun video joylamagan ekan, 6-kun, 7-kun, 8-kun yana joylab ketgan. Lekin maslahatim do'stlar shu bir kun ham qoldirmanglar. Va shundagina do'stlar natija yaxshi bo'ladi. Mana sizlarga bundan ham yangi kanal do'stlar, atiga 792 ta obunachisi bor kanaldagi prosmotrlarni ko'rsataman. Prosmotr do'stlar mana 1 soat oldin joylagan videosi 1200 ta prosmotr. Undan oldingisi 1 kun oldingi videosi 4000, 2 kun oldingisi 20000, 18000, 16000, 5 kun oldingi videosi do'stlar 83000 prosmotr yiqqan. Va aynan mana shu Monster Truck yo'nalishida bu do'stlar. Boshqa yo'nalishlarda bunaqangi prosmotrlar ko'p emas va mana shu do'stlar topoviy hozirda ko'p ko'rilayotgan yo'nalish bo'lgani uchun ham mana shunaqangi kichkina, ya'ni 1000 ta obunachisi yo'q kanalda ham do'stlar 80 minglab prosmotr yig'moqda. Mana 260 minglab prosmotr yig'moqda. Bu juda ham zo'r yo'nalish do'stlar, agarda sizlar Amerikan YouTube'ni boshlamoqchi bo'lsanglar. Lekin do'stlar, bitta tarafi bor. Agarda sizlar kanalni noto'g'ri ochsanglar, noto'g'ri nastroyka qilsanglar do'stlar, kanalingizlar yurishi qiyin va bunaqangi prosmotr katta ehtimol bilan olmaydi. Masalan do'stlar, ushbu kanal ko'rishingiz mumkin 2-3 oy oldin ochilgan bo'lsa ham, u payt boshqa o'yinni mana o'ynab videolar qilib yurgan, 1000 ta prosmotr olgan, 90 ta, 30 ta, 300 ta, 400 ta prosmotr olgan. Ya'ni yaxshi prosmotr olmagan va ushbu kanal mana 1 oy oldin do'stlar yo'nalishini o'zgartirgan mana shu Monster Truckga. Birinchi videosi 152 ta, ikkinchi videosi 3000 ta, 1000 ta, 1000 ta va mana do'stlar 5-videosi 18000 ta prosmotr olgan. Va sizlar ham mana shunaqangi kanal ochib turib, 1 oy, 2 oyda bemalol monetizatsiyaga chiqib, do'stlar 1000-2000 dollar daromad qilsanglar bo'ladi. O'yin nomiga qiziqqanlar uchun do'stlar, mana va'da qilganimdek ko'rsatib beryapman. O'yinning nomi Monster Truck Stunt Racing degan o'yin. Play Marketda bor do'stlar, 50 milliondan ortiq yuklab olingan. Mana shu o'yin do'stlar, ichida har xil qahramonlar bor, o'rgimchak odam, shunga o'xshagan boshqa personajlar. Bemalol kirib, yuklab olib o'ynasanglar bo'ladi. O'yin bepul. Agarda sizga ushbu yo'nalish ma'qul kelgan bo'lsa, kommentariyada bu haqida yozib qoldiring, yoki agar sizga boshqa yo'nalish yoqayotgan bo'lsa ham, bu haqida kommentariyada yozing. Va agarda siz Amerikan YouTube kanali ochmoqchi bo'lsangiz, albatta bizga Telegram orqali aloqaga chiqing. Shunchaki Telegram manzilimizga YouTube kanal so'zini yozing va biz sizga Amerikan YouTube kanali ochish haqida batafsil ma'lumotni yuboramiz. Videoga like bosishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha